Sizlarga tayyor ham bilim beramiz, ham pul beramiz, moliyalashtiramiz deyilyapti. Bunaqa podдержкаdan yaxshi foydalanishni bilishligingiz kerak. Tikuvchilik sohasidagilarga 3 ta eng asosiy qadam. Hozirgi paytdagi juda ham ko'p yillik 10 yil, 20 yildan beri tikuvchilik qilaman deyshadi va ko'pgina odamlar daromadini oshira olmayapti. Eski daromadda qolib ketishgan. 50 ming so'm, 100 ming so'mga 5 yil, 10 yil oldin tikishgan va hozir ham shunaqa summaga tikib o'tirishibdi va o'zligisi minusda ishlayotganini bilmay qolishyapti. Aynan ularga men maslahat bergan bo'lardim. Birinchi navbatda sifatni oshirish. Bu sifatni oshirish uchun sifatni oshirish oqibatida narxni ham oshirish mumkin, lekin narxni va sifatni oshirish uchun bilim kerak. O'zimizga bo'lgan ishonch orqaligina biz narximizni oshira olamiz. Bilim kerak. Bilim birinchi navbatda va hozirgi paytda faqatgina pulli o'qishlar emas, bepul o'qishlar ham juda ham ko'p va hattoki oldin bahona qilinardi. Pulim yo'q deb ishimni rivojlantirishga. Hozir endi bu bahonani ham yopib beryapti ayol loyihasi. Endi bundan keyin ham bahona qilsanglar bilmadim ayollar. Sizlarga tayyor ham bilim beramiz, ham pul beramiz, moliyalashtiramiz deyilyapti. Bunaqa podдержкаdan yaxshi foydalanishni bilishligingiz kerak.